Bugun ertalabdan shopping qildim. Jiyarimga spasanoshkani oldim. Katta keldi, almashtirdik. Shu oyog'idagi havorangni oldim, bantikli. Yo'lga ketayotib uxlab qoldi. Qizlarimizga bir xil qilib shunaqa shtapel oldik. Bizda 110 mingdan berdi. Sizlarda qanchadan bu ko'ylaklar? Uyga kelsak, ukam keldi Toshkentdan. Qizlarni rosa o'zi qaratib maza qilib o'ynashdi. Biz esa maza qilib balo yegani bordik. Bular esa o'zlariga dastavka qilishdi. Bular ham maza qilishdi. Mashina chaqirib hayır. Eplolmaysizlar. Yo'q, deb tortib nima. Biz ketdik. Akiyam degan joyda o'tirdik. Tabiat juda ham chiroyli ekan. Ekzotik mevalar bor ekan hatto u yerda. Qushlar bor ekan. Nima deydi? Oylarda qushlari bor ekan. Yapon tavuqlari bor ekan. Bog'dan shu mevani tovib oldik. Nomi mashmulli ekan. Juda ham mazali, yumshoq ekan. Ichida katta danalar bor ekan. Bizni balig'imiz pishdi. Maza qilib qaytdik. Qaytishimizda shunaqa voqea bo'ldi. Alloh, men seni sevaman. Ravon ko'chasiga. Tushunmadim. Ravon ko'chasiga. Yo'q.